Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Sevik do'stlar. Bugungi videoda Minecraft lekin biz sigirlar bilan savdolasha olamiz. Ha, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Biz birozgina kichik burilish qildik, ya'niki boya hamma ko'rib turibdi, kanallarda modli kartani, seriallarni olyapmiz. Xullas, mavzudan biroz chetlashib, boshqacha video olishga qaror qildim. Agar sizlar tayyor bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Qani biz ketdik. Xo'sh, biz boya aytib o'tganimdek, sigirlar bizga epli narsalar sotishadi. Hozir ozgina daraxt to'plab olamiz va sigir qidirishga yo'lga chiqqanmiz. Bu daraxtlarni ham olib oldik. Ajoyib. Bu yerda sigirlar bor. Как раз tayyor biyomda spawn bo'lganimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Nega deganda sigirlar spawn bo'lishadi. Bu ajoyib. Xo'sh, ochiqroq joyga chiqib olsak, sigirlarni mol ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yo, temir, let's go qarinlar. O'yinni boshida temir hozir bizga bitta verstak kerak bo'ladi va ozgina tayoqcha ham. Ajoyib. Endi versakni bu yoqqa qo'yib olib, bitta yog'ochli kerka va 6 ta tosh qazib olamiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta va 7 ta. Mayli, 7 ta. Yaxshi, endi bitta toshli kerka yasab olamiz. Va ajoyib, endi toshli kerka bor. Endi bemalol temirlarni qazib olsak ham bo'ladi va birato'la toshli tapor ham yasab oldim. Yaxshi bo'ldi. Xo'sh, birinchi temirimiz va ajoyib bu yerda u 3 ta temir bor ekan. 4 tami. 3 tami, 4 tami hozir. O 3 ta ekan, yaramas to'lka. Mayli, hech qisi yo'q. Xo'sh, u nima o'ydi? Ay, bo'lsa ekan, bizga kerak emas. Qarilar o'dala qanday to'g'rilayapti. Bu juda ham ajoyib. Aha, bu yer kon ekan, yaxshi. Va quyosh. Atrofida juda ham chiroyli. Qo'yib bo'lganimiz. O temir. O let's go ko'rasizlarmi? Temir qanday ko'rib qolganimni. U 2 ta ekan. Va 2 ta ekan bo'ldi. Yaxshi. Endi bo'lsa yo'limizda davom etamiz. Bizga sigir u yerda ko'mir bor ekan, yaxshi. Endi sigir kerak demoqchi edim, ko'mir chiqib qoldi, yaxshi bo'ldi. Endi ko'mirni qazib olamiz. Bu ajoyib. Bu yerda ko'mir juda ko'p ekan, yaxshi. Biz yo'limizda davom etamiz. Bizga sigir kerak hozir. Ko'ramiz, sigir topa olamizmi? Negadir sigirlar spawn bo'lmayapti. Odatda sigirlar bu yerda juda ham ko'p bo'lishadi. O'tib bor ekan, yaxshi. Va to'la yo'l-yo'lakay qo'ylarni o'ldirib, kravat yasab olsak ham bo'ladi. Bu yerda tovuq ham bor ekan, yaxshi. Atrof muhitda nahotki bironta ham sigir bo'lmasa. Yo. Xo'sh, bu yerlar tovuq. Bo'l, yaxshi. Buni tovuqlarni hammasini o'ldirib kelyapmiz. Yo'limizda uchragan barchasini. Bu yerda nima bor? Bu yerda hech qanaqa qarilar sigir yo'q negadir. Yo'q, sigirlar hatto men bilan savdolashgisi kelmayapti chog'i. Bironta ham sigir yo'q qarilar. Yomon. Bu biroz emas, anchagina yomon. Xo'sh, qanaqa joylar? Qarilar, bizda 2 ta jumbo, yana bitta qo'y topsak, kravat yasay olamiz. Xo'sh, negadir rostdan sigirlar bironta ham ko'rmadim hech. Qo'y ko'rdim, tovuq ko'rdim, lekin sigir ko'rmadim. Bu yomon. Bu ammo qo'y bor ekan, yaxshi. Endi mana shuni o'ldirsak, kravat yasay olamiz. Ishlarimiz plyusga qarab ketyapti. Yaxshi. Sigir. Yo, let's go ko'ramiz hozir. Qani ko'ramiz, epiklar sotar ekan va sho'mayim bursta olmos blok sirasi olamiz. Hali bitta toshga birstak olmos blok. U yerga ko'ringlar, enerjim chiqar ekan. Yaxshi, hozir olamiz. To'xta shu yerda. Bu ajoyib ko'rasizlarmi? Bir stak enerjim chiqdi. Bu daraxtni ham qazib olamiz. Daraxtga nimadir sotmoqchi edi, hozir yaxshi ko'ra olmadim. Mana chest plate. Yo, netritli chest plate. Yo, ajoyib. Buni sразу kiyib olamiz. Nolni zombini o'ldiramiz. Yaramas to'g'ri qayerdan keldi? Yaramas yo'l. Yondi. Aysh. Bu yerda ham sigir bor ekan, chest plate kiyib olamiz va buni ko'ramiz. Buni nima sotadi? Bizga qiziq. Qarilar, Cry portali. To'g'ri, portalning ramkasi bizga kerak, yaxshi.
Qara bu yerda nezerikli bosh kiyim ham bor ekan, yaxshi. Olib olamiz buni va Avstral o'z kitobi. Yo'qmi? G'alati. Xo'sh, bu yerda bosh kiyim kiyib olamiz. Yaxshi, endi bizga yana sigir kerak. Qarlar, sigirlar bir xil narsa sotmaydi. Hamma sigir har xil narsa sotar ekan, bu yaxshi. Bu juda ham yaxshi. Hozir menga qum kerak. Qum dada qum kerak menga, juda ham ko'p qum kerak. Bunda qum ko'rdim. Yaxshi, hozir bitta o'zimga lapatka olib olaman. Albatta tosh lapatka, ajoyib. Endi versakni o'zim bilan olib ketaman. Shu tomonga bir amallab o'tib olishim kerak. Men endi jem chiqarsam bo'ladi-ku aytgancha. Endi jem chiq bor, yaxshi. Sekin pastroqqa tushib olamiz va bittada otib shu tomonga o'tamiz va ketdik. Yaxshigina joyim ketdi. Yaxshi bo'lish kerak. Ajoyib, endi bizda qumlar bo'ladi. Yaxshi, hammasini qazib olamiz. To'g'ri, hammasini emas, endi yetarlichasini. Sekin o'sha o'tirsam, yaxshi. Let's go. Ajoyib, mana shularni ham qal ko'raylikchi. 14 ta yetadi. Polibomi bizga yetadi. 14 ta bo'ldi, qazib olaman demoqchidim. Yo'q, 14 ta bizga bemalol yetadi. Yo'q-mayo. Yotib bo'lishimiz kerak, jon qo'l. Yo'q, bekor otib yubordim, o'lib qolmasam bo'lgandi. What the fuck? Qani o'lib qoldim. Yo'q-mayo. Kamida bir marta o'lib qolaman. Bu yaxshi emas. Mayli, yo'lni topib boramiz. Hozir aniq yo'lni topib boraman. Hech kim ishonmaydi, lekin men ko'rasam topib boraman. Xotiram juda kuchli. Men xotira bo'yicha bittagina hayvon bilan raqoblashaman, bu ham bo'lsa baliq. Hozir topib boramiz. Topgir, let's go, ko'rasizlarmi qanday? Sizlar prosta mana shu topgir uchun bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Sen bilan savdolashgan degan adashmasam, sen bilan savdolashgan edik bizga. Menga ozgina enerji berasan, hozir tushira to'xtab tur, yaramas donki. Enerji ko'proq kerak. Bo'ladi. Va hammasini tutamiz. Bo'ldi, ajoyib. Bu qarlar bu yerda ramka ham bor ekan. Sotib oldim, yaramasdan o'tgan ramka. Mayli, hech qisi yo'q. Sen to'xta. Mana, men olmoqchi bo'lgan narsa mana bu kamon edi. Ajoyib, endi bizda kamon bor. Let's go. Xo'sh, bizda chest play bor, bizga kerak emas va bizga hozir sigir kerak. Sigir spam bo'lish uchun esa biz sigirlarni o'ldirishimiz kerak. Undan oldin bitta yotoq yasab olamiz. Ajoyib. Bo'ldi, endi bitta uxlab yuborsak ham bo'ladi. Kravatni taxminan o'sha qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, endi versakni sindirib olamiz. Ajoyib, uxladik. Let's go. Endi bo'lsa, boya aytgan ishni qilamiz, ya'niki sigirlarni o'ldiramiz. Boshqa hech ham yo'q. Sigir spam bo'lish uchun sigirlarni qurbon qilishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda ham sigir bor, adashmasam, yaramasam qayergadir qochib ketdimsa, mana ekan. O'lib ket. Ajoyib. Endi atrofni ko'zdan kechiramiz. Albatta sigirlar spam bo'ladi. Hozir o'zimga olmosli chest plate, olmosli shim, olmosli bosh kiyim va oyoq kiyim yasab olsam ham bo'ladi. Mayli, qolganlarini o'zimiz keraklarni kiyib olib, qolganlarini esa tashlab yuboramiz. Taxminan o'sha yoqqa barcha misollarni tashlab yuboramiz. Yaramasdan o'tgan zombi kelyapti. O'lib ket. Aytgancha, menda olmoslar bo'lib turib, toshli kerka, toshli lapatka, toshli bolta yuribman. Buni to'g'irlash kerak, bularni tashlab yuboramiz. Hozir o'zimizga olmosli xullas olmoslarni craft qila olamiz. Ya'niki olmosli qilich, olmosli topor, olmosli kerka.
yosh narsalarni noldan ozgina tayoqcha kiritib olamiz. Yaxshi. Va bitta olmosli topor, bitta olmosli kirka, bitta olmosli qilich yasab olaman. По-любому qilich. Ajoyib, endi bitta lopatka ham bo'ldi. O, ajoyib, endi bizda salkam full olmosli narsalar bor. Ketmon kerak emas deb o'yladim. Boshqa narsa sababli ham full emas. Bu yerda sigir, yangi sigir adashmasam. Ha, yangi sigir. Bu yerda tayoqcha olamiz. Qarang, tayyor. Endi biz kraga olishimiz mumkin. Patani qidirib o'tirmasa tasavvur qilasizlar do'stlar. Oldin ozgina daraxt olib olaman. Degansizlar, daraxt oz ko'rdim. Bitta daraxt blokka lezzetli shim almashar ekan. Bu ajoyib, bizda lezzetli shim yo'q. Hozir sotib olamiz. Yaxshi. Qani to'nga. Bu ajoyib. Borga baraka, hech qisi yo'q qandaydir. Tushunmaydigan narsalarimga zarcharlanibdi, lekin bizga farqi yo'q. Yo'qdan ko'ra bor. Endi bo'lsa atrofni ko'zdan kechiramiz. Bizga yana sigirlar kerak. Ko'ramiz bular yana nimalar sotishadi. To'g'risini aytsam menga bu qiziq. Menga hozir bilishim kerak. Balkim elektr shunga o'xshagan narsa ham sotar. Oltin olmam balkim sotar. Atrofni ko'zdan kechiramiz. Sigirlar spam bo'lishini kutamiz. O, sigir spam bo'ldi. Yaxshi, let's go. Va ko'ryapsizmi do'stlar? Elitra. Elitra bor endi menda. Endi bemalol cholishim mumkin. Oldin menga fervor topishim kerak. Esime chiqib ketibdi. O, qaralab bu yerda lezzetli bosh kiyim bor ekan. Va o'q, zaharlangan o'q. Ajoyib. Bizga 4 ta kerak. Kelsak ham yetadi. Aslida. Hozir oltin olmamizmi yo oltin olmami? Adashmasam oltin olma. Yo'q, oltin olma. Qaranglar, o'qitilgan oltin olma ekan. Let's go. Oltin olma, o'qitilgan oltin olma. Tasavvur qilasizlarmi do'stlar? O'tiramiz yaxshilikka yo'qolish. Men to'g'risini sigir. Xo'sh, ko'ramiz. Bitta oltin olma, o'qitilgan oltin olmani olamiz. Vaqarlar qanaqa zacharlar berish to'g'ri. Effektlar zacharlar emas. Bu yerda yana sigir bor ekan. Yaxshi, sen nima sotsan? Yo, boya sigir bilan bir xil ekan. Sen menga kerak emassan. Yaxshi, yo'qol bu yerda to'g'ri. Ol, to'xta. Ol. Juda omadli sigir ekan, ammo o'ldi. Oxirida bo'lmadi. Ish bermadi. Hoy, atrofni yana ko'zdan kechiramiz. Balki yana sigir. Qarang. Endi sigir topamiz demoqchi edim. Sigir spam bo'ldi. Ya bular bir xil ssenariylar. Yana boyagi narsalarni qaytarishyapti. Yangicha narsa ko'rmayapman hozircha. Hali bular ham shunday. Bu yomon. Juda ham yomon. Xo'sh. Qarang. Atrofda hech qanaqa sigir yo'q boshqa. Ashtoqni ustiga chiqib ko'ramiz. Balkim sigir ko'rib qolarmiz. Va sigirmi? Yo, sigir ekan. To'xta. Yo, bular bir xil narsani qaytarishyapti. Bu yomon. O'lib ketdi. O'qiyon bor ekan. Xullas do'stlar, menimcha bular shu boshqa sotishmaydi. Bu yomon. Bizga fervor kerak edi. Meni qayerdan olaman? Yo. Axir fervor ucha olmayman-ku. Xo'sh, mana shu ozgina musorlarni tashlab yuborsam ham bo'ladi. Xullas do'stlar, men aytmoqchi bo'lgan narsa qanday? Hamma narsam bor, to'g'rimi? Lekin fervor yo'q. Endi nima qilaman? Yo. Bitta yo'l qoldi. Kiraga portal qilib, kiraga ketaveramiz. Xo'sh. Bu yoqqa misollarimizni tashlab yuboramiz. Kerak narsalarni. Qo'rg'on ko'zlarni ham kirat qilib olishimiz kerak.
Ajoyib, mana shu yoqqa endi krayni portalni craft qilamiz, ya'ni quramiz. Ajoyib. Bu yoqqa bitta. Endi bu yoqqa bitta, ikkita, uchta bo'ldi. Endi ko'zlarni joylashtiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va 12. Ajoyib. Qolganlarni esa tashlab yuboramiz. Xullas do'stlar, menda muammo bor. Xullas, birontasiga ferma o'xshatmas ekan. Bu juda katta muammo. Axir bu adolatdanmi? Elektr sotib turib ferma o'xshatmaslik bu juda katta falokat. Xullas, men bitta yo'lni qo'llash qaror qildim. Bu yo'l sizlarga umuman yoqmaydi, lekin men bunga majburman. Kreativdan olamiz. Tanlamadim. Barcha kreativdan fermer qoldim. Tanisham mardlik. Xullas, videoni davom ettiramiz. Men to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Balkim noto'g'ri narsalar bilmadim. Xullas, bu o'zlaringga havola. Qani, go krayga. Va biz krayga yetib keldik. Bu qobiq ichidan chiqib ketamiz. Qobiq ichini eng tubiga kirib ketganman deyman-da. Negadir chiqmayapti. Yorug'lik, o ajoyib. Let's go. What the fuck? Qaralik kray qanchalik o'zgarib ketibdi. Dahshat. Endi bo'lsa parvoz qilamiz. Hadi go. Yo, maytda. Sal qolsa bo'lib ketadi. Negadir ucholmay qoldim. To'g'ri qo'rqib ketdim. Mayli, nechalik uchdik mana. Va bizning birinchi portal to'rog'i kristalimiz sinadi. Ajoyib. Va bam. Yana bo'lsa qolganlarni kamon orqali buzib tashlasak ham bo'ladi. Va ikkinchi kristal buzildi. Ikkinchi kristal ham buzildi. Va to'rtinchi kristal buzildi. Beshinchisi yaramas. Beshinchisi ham buzildi. Ajoyib. Bo'ldi, bu yerda hech qanday kristal narsa bo'lmaydi. Endi joyimizni o'zgartiramiz. Polibom ketdik. Yuhu! Aha, qaysi metroga qo'yamiz? Taxminan mana shunga qo'yib olsa bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan ajoyib bitta oltin olma yeb ko'rsam ham bo'ladi. Oldin mana shuni buzib yuborsam ham. U qancha jonim ketdi. Endi aniq oltin olma yeyish kerak-da. Ajoyib. Endi bo'lsa bu kristal ham buzamiz. Bundusini ham yo'q, buzilmadi. O, endi buzildi. Ajoyib. Endi bo'lsa ikkitagina kristal qoldi. Bular ham setkaga o'ralgan kristallar, ya'ni qobiqqa. Xullas, biz bularni buzmaymiz. Shunchaki Ender Dragon o'sha ikkita kristali bilan o'ldiramiz. Qani bunga kuchimiz yetarmikan? O'zimiz sinab ko'ramiz, test qilib ko'ramiz hozir. Mana shu atrofda yugurib yurmasam, yaramas Ender Dragon kelib hozir qanchaga tuqib tashlaydi. Bu ajoyib, qo'lda yaramas to'yga. Yaxshi qo'maqayga ham boradi. Yana atrofda aylanib yuramiz. Bo'lmasa bu mana shu xullas qo'nog'iga, ya'ni qo'yayotgan joyiga tupurib tashlaydi. Yaramas to'yga. Bu ajoyib ana qo'lda Ender Dragon. Yaxshi. Qaranglar, ko'rasizlarmi, o'zi yarim jonni o'rdim. Polibom yarim jonni o'rdim. Endi ozginagina joni qolyapti. Yo'q, endi Dragon ko'zi qarab olmadimmi? To'g'ri endi. Qarab olsam ham yoqada kelmadi. Qo'rqqandan deb o'ylayman. O ajoyib, endi Dragon urdim hozir. To'g'ri, Endermanni. Chegarasini juda ham ko'p adashtiraman. Buni yaramas to'kamiga yomon qarayapti. Xo'sh, endi Dragon negadir tushmayapti. Yaramas to'nga jonni to'ldirib olyapti, qaranglar. Bu yomon, bu adolatsizlik, bu qo'rqoqlik. O'chdi, ajoyib. O'l to'nga. Iltimos uchib ketma, joning ozgina qoldi. Iltimos. Yo, maya har doim shunday qiladi. Joni ozgina qolganda uchib ketadi. Yaramas Ender Dragon.
Bu ahradolatsizlik-ku. O qo'ndi, yaxshi. O'limingga tayyor turyapman. Yo, men endi dragon keldi. Yo, qochdim. Oldin olmasam bo'lmaydi. Hozir bilan gaplashamiz. To'yga bu yoqqa. Bu yoqqa keldi, yaramas. Endi dragon o'limini mazaq kuzata olmadim, yaramas to'yga tufayli. Hozir XP'larni yashirib olay, sen bilan gaplashaman. Bu yoqqa qolsam, birga bir o'lib ketdi. O ajoyib. Bittagina ko'z uchun o'lib ketdi, yaramas. Shuncha jim yurish kerak edi. Hozir mana blok orqali bitta chiroqni olib olamiz. Yaxshi. Endi dragon tuxumi qani? Bu ajoyib. Va bu yoqqa chiroqni qo'yamiz. Let's go. Endi dragon turgan blokni sindiramiz. Endi dragonni tuxumi bizning qo'limizda. Let's go. Ajoyib. Xullas, video shu joyda o'z yakuniga yetadi do'stlar. Ko'ringlar endi dragonni. Mahvetdik. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu kanal rivoj uchun juda ham kerak. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Stebek bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga podpiska qo'yinglar. Bunday kanal har doim chiqarmaydi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.